Assalomu alaykum hammaga. Bu Faberlic kompaniyasini parfyum dezodoranti bo'ladi. Buni dухиlariyam arabskiy lineyka bor bizni kompaniyamizda. Hozir buni ko'rsatib, sizlarga obzor qilib ko'rsataman mana. Shunaqa объемda keladi, halol produksiya. Mana 75 ml bo'ladi. Hozir mana ochib hidlarini obzor qilamiz. Mana shunaqa sepiladigan bo'ladi. Hozir buni sepib, hidlari judayam menga yoqdi. Judayam zo'r ekan hidlari. Xuddi mana Nokt hidi bo'ladi-ku, Dorogoy. Buni dухиlariyam bor bu seriyasida, lekin men hali obzor qilib, raspakovka qilmaganman, lekin judayam dezodorantining hidi zo'r ekan, menga yoqdi. Освежать qiladi va ko'p terlashlardan qarshi oladi. Judayam hidi menga yoqdi. Вообще Noklarni haligi lyuksoviy qanaqadir dухиlarni hidi kelyapti parfyum dezodorantdan. Hammaga tavsiya qilaman.